sinovlardan o'tgan bu, ne sabrlardan o'tgan bu. Shukronalarin ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu. Oqibatda sharaflimiz, shu kunlarga biz loyiqmiz. Qarang qanday oilamiz baxtlimiz, 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 baxtlimiz. Mening mehribonim o'zi, yuragimda bor doim mehri. Marhamat, Safiya Xonimiz, davomimiz uchun muntazir, bayramlaringiz muborak bo'lsin, ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Hammadan shirin so'zi, bolaligimni eslatadi ko'zi. Mening bahorim, gulu rayhonim, onam. Dunyoda borim, jannat iforim, onam. Mening bahorim, gulu rayhonim, onam. Dunyoda borim, jannatning madarim. Kelinglar, marhamat, yonlarida turib olasizlar, hammasini kutamiz. Farishtamiz, Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum onajon. Bugungi ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Shukronali kunlaringiz muborak bo'lsin. Muhammadimizga ummat bo'lgan mana shu qarshi olgan yoshingiz muborak bo'lsin. Bugun farzandlaringizni mana shunday chiroyli kunlarni, farzandlari sizga mana shunday chiroyli kunlarni hadya etdi. Allohim yillar o'tib bolajonlarga mana shunday chiroyli kunlarni hadya etsinlar. Mana shu chiroyli qo'shiqlarimiz bugun siz uchun farzandlaringiz chiroyli tabriklar qo'ydilar. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Marhamat, tabriklar. Tosh otganga jonini otgan, dard cheksam multirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan. Menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda multirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Ishtimsa tinmagan bedor, bu mening onam, bu mening onam. Faqat hammasini kutamiz. Ikkingizga ko'p tabriklar qo'yishlaringiz mumkin. Unga dard tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshini yegsam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Ishtimsa tinmagan bedorim, bu ushoq jonimga madarim. Yalpizli lalali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Qalbida shodliklar qarg'on quradi. Hayotida yangi sahifa ochib, onajonimni eng vaqti aylantiradi. Bugun eng chiroyli gullarni olib, qo'liga berayin, ketsin quvonib. Axir yashayapti menga ishonib. Tinmagan bedorim, bu ushoq jonimga madarim. Yalpizli lalali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Ishtimsa tinmagan bedorim,
Guldiraz qarsagina bo'lsa, onajonimizcha bayramlaringiz muborak bo'lsin. Har qadam oq olar sochida ketolar. Ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman bola. Gohida chin, gohida rost bu dunyo. Onajonim boyidan pastdir bu dunyo. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shunday chiroyli xonadonni foydaga fayz ko'kga qo'shtirgan aziz opajonlar, singillar, onajonlar. Bugun mana shu onangizni Safixon onajonimiz o'zlarining muborak illik bahorlarini nishonlatgan ekan. Onajon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Bugun 5 ta farzandni o'ndirib, o'stirib, bugun kunda ularni rohatda ko'rib turgan dilbandlaringiz Xokir opamiz, Munisa opamiz, Shahribonu opamiz musofirlarda turib, Sevinch opamiz, Qutlug'bek akamiz bugun yaxshi niyatlarni qablariga mustajjo aylab, bugun xonadonimizda katta to'y tantana. Bugun shodiyona, bizni bugun mehribonimiz, Saranjonu sarishtamiz, dunyolariga alishmaydigan boyligimiz, bizni chiroyligimiz, mehribonimiz onamizning tug'ilgan kunlari. Kelinglar, xursand qilinglar, ko'ngillarini ko'taringlar. Onam bilan birgalikda bugun onamning yonlariga yarashib turgan dadajonimizni ham taklif etib, ularning ham ko'ngillarini ko'taringlar. Qanday dadajonlari? Keling, Dilshod akamiz, qanday otajon? Keling, marhamat, onamning yonlaridan turib olasiz. Bugun bayram, bugun shodiyonali kunlar, bugun farzandlaringiz otam bilan onamni birgalikda xursand qiling, birgalikda ko'ngillarini ko'taring. Zero biz farzandlarga otam bilan onam bir xil chiroyli tarbiya berib, bizni oq taradilar. O'zlari yemay yedirdilar, o'zlari kiymay kiydirdilar. Eng chiroyli narsalarni bizga muhayyo aylab, bizni undirib o'stirgan yagona qahramonimiz bu bizni otamiz bilan onamiz bo'ladilar. Bugun ularga qancha qilsak ham, bugun ular uchun eng chiroyli so'zlaringizni, eng chiroyli qo'shiqlaringizni, eng chiroyli mard aylovchi gaplaringizni gapiring. Zero otam bilan onam xursand bo'lsalar. Dadajonimiz, suyanchimiz, tog'imiz, yiqilsa yiqilamiz bo'ladilar. Dunyolarga almashmaydigan boyliklarimiz. Har doim baxtimizga sog' salomat dunyo turguncha tursinlar. Chiroyli hayotni tuhfaylagan, farzandlarini shohdek yuksak saylagan, o'zlarini unutib bizni o'ylagan otamni, onamni asragin Alloh. Xizmatida bo'lay dunyo turguncha, yoshim ulg'ayibdi qadrini bilguncha. Biz farzandlar ularni rozi qilguncha, otamni, onamni asragin Alloh. Ey umr javhari davlatim otam, dunlari quyoshim, savlatim otam, sizga izdoshdirmiz abadul abad. Shu sabab g'ururimtu haddim otamga. Bugun farzandlaringiz mana shunday chiroyli daqiqalar, chiroyli onlarni bugun siz ekanlaringizga hadya etibdilar. Albatta Dilshod ota, bugun xonadoningizga sizdan beruxsat kiraverdik, mehmon qabul qilasizmi? Aytishadiki, mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar ketidan deya. Keling, mikrofonlarimni havola etaman. Birinchi so'z navbatini mana shu xonadonni davlat ota sifatida sizdan eshitamiz, marhamat. Assalomu alaykum azizlar, yaqinlarim, qarindoshlarim, farzandlarim, nabiralarim, umr yo'ldoshim, qaynonam, singlim, ukalar, qaynilarim, xudobolar, xudogoylar hammalaringizni mana shu xonadonga kelganlar uchun katta rahmat. Mana shu bugun biz turmush qurganimizga 30 yildan o'tdi. 30 yilda kamchilik ham bo'ldi, yaxshi xursandchilik kunimiz ham ko'p bo'ldi. Yana va'da beraman, 30 yil shuni o'zim bilan birga olib yurishgan. Og'ir baland past tekislikda birga eymamiz degan niyatim bor. Rahmat. Rahmat, yaxshi niyatlar o'zlaringizga ham qamroq bo'lsin. Albatta mana shu farzandlaringizni boshiga soyabon bo'lsin. Qaynona onajoningiz ham yoningizda turganlar. Marhamat, tabriklab qo'yamiz. Hurmatli mehmonjoyda yaxshi kelibsizlar. Men qizim uyini kelishga kirgan bo'lsa, 100 dan oshdi, kuyovim bilan keldi. Allohning umri uzoq bo'lsin, rizqi bo'lsin, tanijon sog' bo'lsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatlari shu topganlar faqat yaxshi kunlarga tegishsin. Nevalarni ko'ryapti, mana shularni kunlarini ko'rish hammaga nasib etsin. Rahmat, yaxshi niyatlar o'zlaringizga ham qamroq bo'lsin. Albatta mana shu kayfiyatimizni yanada ko'tarib olish uchun hammalaringizni bir chiroyli davra hisobiga taklif etib, davramizni ana undan keyin ko'tarinki ruhda davom etamiz. Marhamat, hamma narsa qilib etamiz davramizga. Onajonlarimiz bilan. Qadrdonlar yig'ilgan kun, jigarjonlar yig'ilgan kun, dunyoning
بازاره دوان دوان و پیشه ناله کنم نمیشه خندان بودم همیشه چکی چکی باران بین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بردی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بردی تو یار بیا عاشقی دانم دوای چشمان تو شدی درد و دوای چشمان یار که بینم رخای اشکان تو بودی سرد و گرمای ای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بردی یار دوست خیاله حتی خیاله بس بگیرین ایاله داشته هم گل دکسز آپنر های آپنر بول من سرم آهری آهری شی یا شی زن خرم گشیلن یا قنام سیلن یا پچن خم آویلن یاشنا خم گل دکسز rahmat bayramlardan bir bora muborak bo'lsa o'ynagan qo'llar izzat ko'rmas albatta qanday onamiz onajon kelasiz Safiya ona bugun siz uchun xonadonimizda tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizdan yaxshi niyatlarni eshitamiz albatta davramizning badiiy maydoniga Gulnora opamizni Muhammad Ali akamizni Nurmurod akamizni chorlab qolamiz chiroyli niyatlarni mana shu aziz insonlardan eshitib davramizning ko'rkiga qo'shamiz marhamat kelasizlar Gulnora opamiz Muhammad Ali akamiz Nurmurod akamiz marhamat kelinglar sizlar kelinglar yaqinroq kelinglar gapiradiganlar keling xola siz ham keling yonlarida turib oling Bilmaganda boshqacha kiyim kiygan. Allah nazarini ko'rsin. Xo'jam bilan chaqarib hammalaringiz yaxshi kelibsizlar mehmonlar. Ayajon yuzlarga kiring dadam bilan. Iloyim bizani baxtimizni ko'ringlar. Bu yurish petlari umraga jo'natamiz nasib bo'lsa Xudo xohlasa. Men tog'amlar kiymasa xafa bo'ldim lekin. yig'lamang bugun quvonchli kunlar albatta bugun farzandlaringiz sizni xursand qilish uchun yana bir chiroyli sovg'a taxlabdilar bilamizki har qanday bayramlar shodiyonalar shirinliklar ajoyib tortlarimiz o'tmaydi davramizning badiiy maydoniga bugun onajonimiz otajonimiz uchun maxsus tayyorlangan bayram tortlarini ko'zdan ko'rib davom etamiz olib kelamiz marhamat bayramlaringiz muborak bo'lsin شب ما غرق گل و شادی و شوره Happy birthday to you, cha-cha-cha. Happy birthday to you, cha-cha-cha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, cha-cha-cha. Happy birthday to you. qo'llariga berasizlar maxsus tegobchalarni pichoqlarni onam bilan undan mana shu yerlarnikisi baham ko'radilar marhamat marhamat
qo'yasizlar. Marhamat. Ikkala pastki otajon bilan onajonga qo'llariga bitga beringlar, marhamat. Bir-birlaringizga turib qo'yasizlar, marhamat. Bayramlarınızı bol olsa katsaylar bunu kutlatırasılar. Marhamat. Nabire jürlerle ulaşıp koyadılar. Bayramlar bilan ishini tilakdoshimiz. Bayramınız yana bir bora mübarek bo'lsin. Albatta mana shu shirinliklar kabi hayotlaringiz totli va shirin daqiqalar bilan o'tishini tilayman. Yili ko'p yillar butun mana shu yoningizdagi nabirajonlaringiz ham dadajon va ayajonlariga mana shunday chiroyli kunlarni, mana shunday chiroyli daqiqalarni hadya etganlarda yonlarida duogo'ylari bo'lib turishlaringizni tilakdoshimiz. Albatta bugun ona farzandlaringiz otam bilan onamni xursand qiling. Onamni eng chiroyli so'zlarni aytib bo'lganingizda bitta iltimosimiz bor. So'rab ko'ringchi, bajararmikanlar dedilar. Bajarasizmi farzandlaringiz iltimosini ona? Bajarasiz. Albatta bugun otamiz, onamiz bizni hayotimiz davomida hamma narsani berganlar, hamma narsani qilganlar. Bugun bitta narsadan so'raymiz, faqat duo qilsinlar dedilar. Mikrofonlarni qabul etaman, duo qilib qo'yasiz, marhamat. Assalomu alaykum. Mani yaqinlarim, jigarlarim, kelganlaringiz uchun rahmat sizlarga. Qizlarim baxtli bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Qo'shganlarim bilan qo'sha qarisin, kuyovlarim ham sog' bo'lsin, bar xudolarim ham. Hammasini ishlariga rivoj bersin, martabalari ulug' bo'lsin. Dadasi ham nima desam ekan, bosh bo'lib tursinlar. Onajonim ham sog' bo'lsinlar peshonamizga. Yo'q, bo'ldi. Qizlarim hammasi baxtli bo'lsin, qo'shganimdan qo'sha qarisinlar. Nevaralarim ham katta bo'lsin, isli aqlli qizlar bo'lsin. Shuning orqasidan rahmat eshitib yuraylik. Ona xursandmisiz? Albatta, xursandchiligingiz har doim mana shunday davomiy bo'lsin. Nima deysiz, ona dasturimizni yakunlaymiz yo bir chiroyli davra qilsa bo'lsa o'ynab berasizmi? O'ynaymiz. O'ynab berasizlar. Marhamat, eng chiroyli qo'shiqlar bilan davramizni davom etamiz. Marhamat. Orta yolda kaldırır, ammasını orta yolda kaldırır. Bulopur desem seni erken
عشقا دنیا رو من بگیر باید تو هر شب فاصبی رویستم جای تو با قلبم خانه عزیزم دیگری من اصلی من شبی بیا بسای من بیای من دلبری من مختابی خوشگل شبای من دیگری من اصلی من شبی بیا بسای من بیای من دلبری من مختابی خوشگل شبای من آمدی دنیای من به تو عادت کردم وقتی من پیش نگاه هستی شکایت کردم کسی شد و تو دفترم هرشم تو را میخونم تو بی من حال دیگه بهار میمونم جیگری من اصلی من امشبی بیا بسای من دنیای من دلبری من مختابی خوشگل شبای من دیگری من اصلی من امشبی بیا بسای من دنیای من دلبری من مختابی خوشگل شبای من یک دو سه عزیزم جیگری من اصلی من امشبی بیا بسای من دنیای من o'ylagan qo'llar ko'rmasan endi hammalaringiz bu kasanglar mana shonlaringizni chiroyli qilib rasmlarga olib qo'yamiz. Marhamat, hamma narsa qilib bitamiz. Kelasizlar onamiz yonlariga pullarini berasizlar. Marhamat. Albatta bugun sizni ozgina bo'lsa ham xursand qila olgan bo'lsak, yuzingizga tabassum ulashib olgan bo'lsak, farzandlaringizni ajoyib hadyalarini, dillarda yaxshi niyatlar yetkazib, mana shu fayzli xonadoningizga o'zimizni ozgina bo'lsa ham tug'ilgan kuch guruhimizni solib olgan bo'lsak, Yagona tabrik agentligi bag'oyatda xursandmiz. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kipriklarimiz ko'zlarimizni qanday asrasa, Allohim ham sizlarni shunday asrasin. Qadringiz nomday aziz, qalbingiz qorday nafis, qaddingiz tog'lardan baland bo'lsin. Aytdilar bugun sizga tavfiq tilayman. Umringiz go'zal vaqtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassum ila onajonim bugungi mana shunday farog'baxsh bir oqshomingiz muborak bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun hammalaringizga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu guldirak qasanglar bugun hammalaringiz uchun bayramlaringiz muborak bo'lsin. Marhamat, chiroyli kayfiyat bilan rasmga qo'yinglar.